Abone yoqqanmasa like bosinglar, abone qo'yinglar. Assalomu alaykum hurmatli yaxshi insonlar. Bugun 2025-yilning 21-dekabr sanasi. Bugungi roligimiz bir noodatiy hol bo'ladi. Biz Namangan oblast Uchqo'rg'on rayon Qo'g'ay qishlog'ida joylashgan. Haqlot tomonidan kelishda o'ng tarafda, Uchqo'rg'on tomonidan kelishda chap tarafda joylashgan. Kimda uylarni tunigafon qilish kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Biz seximiz ishlab chiqarish, tunigafon ishlab chiqarish juda ham iflos bo'lib ketgan. Bu yoshlarimizga o'rnak bo'lish uchun ataylab tozalikni ham syomka qilamiz. Hormaylar. Nimaga bu sex iflos bo'lib ketgan? Yo telefon o'ynab tozalikka rioya qilmayapsizlarmi? Bayda telefon o'ynayapsizlarmi yo iflos qilish uchun shug'ullanyapsizlarmi? Mana musullarni qaranglar. Eslatib o'taman, qanaqa ish joy bo'lsa, qat'iy nazar toza, pokiza tursa, ana shunda baraka bo'ladi. Shuning uchun men bu yerda ishlayotgan yosh bolalarni o'zim ataylab majburlab tozalatyapman. Sababi kelajakda o'zlariga o'rnak bo'lsin. Tozalik joyda baraka bo'ladi. Hozir mana shu temirlarni hamma yo'g'ini tozalab, keyin mana bu stanovlarda tunigafonni qanday egilishlarini ko'rsatamiz. Ari interimiz mana. Hani bugun tunikafonimiz sizlarga tartib bo'lsin deb aytib ketgandim. Tartib qay darajada bajarishgan. Bismillah. Hormaylar. Ha mana bu boshqa gap. Va alaykum assalom. Charchamayman. Qalaysizlar? Sog'liklar. Rahmat. Tozalasa bo'lar-kana? Da, bo'ladi. Chiggandan kerak bo'ladi. Ha. Qani bu Tayland bir tekshirib. Stollar artilmabdi oxirigacha artinglar. Ana tunikafonchi jiyanlarimiz aytgan ishlarni bajarib hamma joyni tozalab qo'yishibdi. Endi bularga bitta ikkita savol bilan murojaat qilamiz. Charchamadlaringmi? Yo'q, charchamadim. Mana shunaqa toza tutsa bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Endi mana bu stanok nima vazifa bajaradi, narigi stanok qanaqa vazifa bajaradi, mana stol nima vazifa bajaradi va mana bu stanoklarimiz qanaqa vazifa bajaradi, keyingi roliklarimizda ko'rsatamiz. Qaranglar, har kuni texnik xavfsizlikka rioya qilinglar, bo'ptimi? Chunki narigi stanok xullas temir zoti o'tkir narsa bo'ladi. Mana bu joylarda ishlaganda ham barmoqlaringga ehtiyot bo'lib, shuning uchun texnik xavfsizlikka doim rioya qilinglar. Tushunarli? Keyin mana bu yog'lanadigan joylarni vaqt-vaqtida yog'lab, chang bo'lgan joylarini artib turinglar. Tushunarli? Mana katta ustamiz. Xo'p, sizlarga savol, ikkovlaringga, mana shu ishda yangi mashina olsalaring, balonni sal loy bo'lsa nima qilasizlar? Yuvib qo'yamiz, tozalab qo'yamiz, mo'ykiyapti ham. Qo'yamiz. Ana demak, olgan mashinani balonni loy bo'lsa, yuvib qo'yasizlar. O'sha mashinani olish uchun mana Xudoning qudratidan mana shu stanoklar juda ham katta hissa qo'shadi. Chunki mana shu ishlab chiqarsalaring, o'sha pul topasizlar. O'sha topgan pullaringga mashina olasizlar. Endi o'sha olgan mashinani yuvganlardan keyin mana bu stanoklarda ham har kuni hech bo'lmaganda
10 minut vaqt ajratinglar, bo'ptimi? Ish tugadimi? Mana yerlar ham toza tursin, stol usti ham toza tursin. Ana o'shanda sexga baraka kiradi. Tushunarlimi? Tushunarli. Tozalik bor joyda baraka bo'ladi, fayz bo'ladi. Mijozlar ham, klientlar ham ko'payadi. Tushunarli? Mana kimga tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol buyurtma beraverasizlar. Istalgan razmerlarni, istalgan fasollarni tunikafonlarni mana shu yigitlarimiz chiroyli qilib bukib berishaveradi. Endi tunika bukish jarayonlarini keyingi roligimizda hammalariga batafsil ko'rsatamiz. Eslatib o'tamiz, bu manzilimiz Namangan oblast, Uchqo'rg'on rayon, Qo'g'ay qishlog'imizda joylashgan. Like bilan podpisk bosib qo'yinglar. Ana Obuna yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna yoqqan bo'lsa